Shved moldaqa baribir pokiza mol bo'lmas ekan ukalar. Mana shved molimiz germanskiy yetuk bo'g'oz sotiladi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi ukalar. Molimiz yetilyapti. Tagiga 10 paqir suv quyib yuborsalar ham yotmas ekan jonivor. O'ta pokiza mol. Mana ishqibozlarga sotiladi molni. Haqiqiy chempion shved zo'rini olaman deydigan aka-ukalarga videoda podresa qilib qo'yasizlar tezda. Mana yelinlari ham aka-ukalar oq yelin, oq so'zga molni qaranglar, rangini, tiniqligini. Bitta bahosini berasizlar. Like bosib kommentariyaga albatta mashalloh deb yozib qo'yishingiz shart. Ikkinchi qo'yinga tug'adi jonivor. Bir hafta 10 kunda tug'sa kerak, ama yetilyapti. Yelinlari ishib ketgan. Xohlasa tug'adi. Kelishib bo'lsa, ishqibozlarga tug'dirib ham berilaveradi. Qarang jonivorni. Shved originali. Joning sog' bo'lsin sana. Rangi ham tiniq, o'zi ham tiniq jonivorni. Devish Sanjon sog'ligiga 100% garantiyasi bor.